million so'mning garovsiz 100 million so'mdan 300 million so'mgacha sarflanadi. Qolgan 300 million so'mni garov evaziga beriladi. Foizda agar ta'sisda ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 19% dan ajratib beramiz. Erkak kishi bo'ladigan bo'lsa 20%. Endi qanaqa yo'nalishlarga ajratiladiganiga besharamiz tadbirkorlar uchun 3-toifaga farg'ona bo'yicha 5-toifa bor. Biz besharamiz 3-toifaga kiradi. 3-toifa ya'ni xizmat ko'rsatish bilan ishlab chiqarish yo'nalishida kiritib o'tamiz. Bundan tashqari agar kichikroq biznes boshlayman deganlarga mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. Bu mahalla loyihasi krediti mahalla bankirlari tavsiyasiga binoan beriladi. Bu kreditimiz foizi 25%, bu ham 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyoz davri bilan 50 million so'mgacha klassifikatsiyaga tashlab beriladi. O'z-o'zini bank qilgan yo'nalish bo'yicha imtiyozli davr belgilanadi. Bundan tashqari o'sha biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam, biznesga sarmoya degan kreditorlarimiz ham bor. Bular mahalla hokim yordamchilari, mahalla tavsiyasi nomiga beriladi asosan. Yana sizlarni qiziqtirgan qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa turda kredit olmoqchi bo'lsalar, bemalol ochiq murojaat qilishlari mumkin. Bu uchrashuvimiz ochiq suhbat tarzida bo'lib o'tadi, yig'ilish ko'rinishida emas. Kim qanaqa kredit olmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ochganmisiz? Yakka tartiblarda qarasiz, nima nomida? O'zingiz nomingizda. Repetitorlik kursinglar, rahmatlar. Olganmisiz unga kredit? Endi oldim. Endi oldim. Qancha bo'ldi ochganingizga? Yaqinda 1 yil bo'ladi. Yaqinda 1 yil bo'ladi. Tartib bo'yicha 1 yil muddatdan oshganlarga kredit berar edik. Yaqinda respublikamiz vaziri o'zgarish qildi. Agar oilaviy tadbirkorlikdan oldin imtiyozli kredit olib vaqtida yopgan bo'lsangiz, salohiyatli mijozga ro'yxatimiz bor. Agar o'sha ro'yxatda sizlar bor bo'lsangiz, yakka tartibli tadbirkorlik ochasizlar, o'zlarining nomiga yuridik shaxs bo'lganligidan keyin sizlar kredit chiqarib beramiz. Mana shunaqa nimalar ham bor.